Bugun ko'p ko'rdik bunaqa masala. Tayyormisizlar? Xo'p, berilgan masala 84-misol. Sakson to'rtinchi misol. Bo'ldi, yangilandi. Demak, 84-misol. Mana shunaqa ko'rinishda yozamiz. Ilk nima qilamiz? Birinchisi 4x - 4 ni avval musbat deyman. Ikkitaga ko'tarib boraman. 13x kvadrat plus 19x plus 4 katta. Ataylabdan shu savolni berishgan qaranglar. O'qituvchilar bilmaydi buni aytishdi. Topib chunki qiyin zarab talabini aytaymi? Moni bor, tashqarida x bor-da. Buni 0 dan katta kichkina qilib ikkita oraliq ajratish kerak-da buni. Ko'pchilik kvadratga ko'tarib olib yetishib bo'ladi-da, e'tibor bermaydi ikkinchi holatiga. Mana shuni yechishimiz kerak. Pastga o'tkazsam 3x kvadrat kichkina 3x kvadrat keyin anu baqa o'tsa, xo'p, 19 ga 32 40 51x 4 o'tsa plus 12 kichkina 0 dan. Yechimi bormi? Shunaqa bo'ladimi? 8 u 1 taqsim 2 mi? Ha? 1 taqsim 2 bilan 8 bo'lsa, ko'paytirsangiz 4, qo'shsangiz 8,5 da. Ha, teskari bo'lishi kerak, sorry. Necha chiqadi yechimlari? İldizlik bilan cho'qisi 283 mi ildizlik? 17 ni kvadrati 289 midi? 273 ildizda. Ayrilgan 16 273. Chiqmasa ekan. Chiqmasa ekan, dabdalar chiqar ekan. Bu ham pishib chiqmasa. Xullas shuni taqriban chiqaringlar endi iloji yo'q ekan hozir. 16,5 yaqin son chiqar ekan, anaqa bo'ladi-da u. Hali butun yechimlar yig'insin toping degan savol bo'lishi mumkin. Shunda udobniroq bo'ladi. Taqsim 2. 16,5 bo'lganda ham ketayda 16,5 ga 17 ni qo'shsak 17 ni qo'shsak 33,5 bo'ladi. Uni yarmi 16 u 7 mi shunaqa bo'ladimi? Demak, taqriban olib turamiz 16 7. Butun sanayaptidir, keyin to'g'rilab qo'yamiz javobda. 17 dan 16,5 darsa yarim bo'ladi. Yarim 1 taqsim 2 yaqin son bo'ladi. Nol yegan berishim shunaqa bo'ladi. Musbat, manfiy, musbat. Bizga mana oralig'i kerak ekan. Va bizda shart bor edi. X katta yoki teng 1 dan degan shart bor edi. Demak, bir qatta mana shunda bo'ladi. Mana 1 dan katta. Demak, yechim 1 dan boshlab ana uni musbat yechimigacha ekan. 17 plus izosta 273 taqsim 2 ekan. Kirmaydi bu. Ikkinchi holatdagi yechim 4x - 4 ni manfiy qilamiz. Shunda aniqlangan sohani olib qo'ysak bo'ldi. 13x kvadrat plus 19x plus 4 katta yoki teng 0 dan. Ildiz ichi 0 dan katta bo'lgan holatlarda ildizni tenglikda o'ng tarafi manfiy bo'lsa, musbat doim manfiydan katta bo'ladi, yechim bo'lib qolaveradi. X'imizning qiymati 1 dan kichkina bo'ldi. Pastdagi yechim undan yechim chiqadimi endi bu ham?
manfiy bo'ladimi, boshqa o'zgartirmaydi. Вообще dabdala sonlashib ketyapti-yu, ha? 153 mi chiqyapti? Ha, shunaqa ekan. 153 mi chiqar ekan? Xo'p, 153 mi chiqsa? 153 dan taqriban 12 dan kattaroq son chiqadimi? Yechimlarini hozir olib qo'yamiz endi iloji yo'q ekan. Taqriban yechamiz. -19 u 12 dan kattaroq son. Где-то minusdan shu 3 buni aytmoqchi chiqqan 26 ham bo'lish kerak-a? 26 ga bo'lsa minus 1 taqsim bir surat 6 bo'lganda ham mahraj 20 bo'lsa 1 taqsim 4 ga yaqin son chiqar ekanda taqriban. O'ng tarafimiz-chi, o'ng tarafimiz -19 ga, bu o'ng taraf ekan o'zi. O'ng taraf shunaqa ekan, o chap taraf undan ham dabdala bo'lar ekan. Ikkalasi ham -16 dan oshiqroq son bo'lsa, unga yana 19 ham manfiydan qo'shilsa 30 dan ham tep bo'lib ketadi, 35 dan ham. Ketadi 26 ga bo'lganimda 1 dan kattaroq son chiqar ekanda, 1,5 mi chiqar ekan. Keyin uni oralig'ini topib qo'yamiz. Musbat, manfiy, musbat. Bizga nimasi kerak? Musbati kerak, musbati kerak. 1 dan kichkina bo'lsin deyapti. 1 dan kichkinalari. Mana bizda 1. 1 dan kichkinasi. Minus cheksizdan ana minusligigacha -19 minus izzosida 153 taqsim. Sonlar bilan bo'lmasa kerak. Taqsim 26 birlashma plusligi -19 plus izzosida 153 taqsim 26 chiqish kerak. Bir yo'la yozib ko'ray. Bir yo'la, chunki hozir 1 gacha olaman-ku. Manaqada 1 dan yechim bor. 1 dan anaqagacha yechim bor. Bir javob olib qo'yibman. Yana holatni birlashmasi. Javob 1 ana 17 plus izzosida 273 da taqsim 2 gacha bo'lib qoladi. To'g'rimi? Bittasiga kirib, bir kirib, bittasiga bir kirmay qolyapti, keyin bir ulash ketib qoladi ishda. O'zi shunaqa qo'pol ekan savol.